Bizning navbatdagi darsimiz bu 15-dars. Yangi so'zlar. Otlatun ta'til. Otulat degani ta'tillar. Safarun safar, asfarun sayohatlar, safarlar. Bahrun biharun dengiz. Jabalun jibalun tog'. Funduqun fanadiqu mehmonxona. Shati'un shavati'u sohil. Matorun matoratun aeroport. Rihlatun rihlatun sayohat. Tazkiratun chipta. Tazakiru ko'pligi. Wijhatun manzil, wijhatun manzillar. Zaro yazuru tashrif buyurdi. Sabaha yasbahu suzdi. Hajaza yahjizu buyurtma qildi. Nazala yanzilu tushdi, joylashdi. Rokiba yarkabu chiqdi. Bu yangi so'zlarimiz bo'lar ekan. Demak, bilib olishimiz mumkinki, bugungi mavzuyimiz bu sayohat haqida bo'ladi. Grammatik jihatdan yangi mavzuni o'tadigan bo'lsak, fe'l mudoriyni davom etamiz, ikkinchi shaxsini ko'ramiz. Bir kishi, ya'ni sen deb murojaat qilayotganimizda, agar esdan chiqib qolgan bo'lsa, eslatib o'taman. Uchinchi shaxs birlik, ikkilik, ko'plik, muzakkar muannasni o'tdik. Ya'ni yaf'alu, yaf'alani, yaf'aluna, taf'alu, taf'alani, yaf'alna bo'ldi. Endi biz mana shuni ikkinchi shaxsini o'tamiz. Ya'ni anta deydigan bo'lsak, sen deb murojaat qilsak biz nima deymiz? Bunda taf'alu vaznidan foydalanamiz. Anta taf'alu, ya'ni taftahu. Anta taftahul baba. Sen eshikni ochyapsan. Anta tal'abul kurata. Sen to'pni o'ynayapsan. Anta tadhhabu ilal madrasati. Sen maktabga ketyapsan. Ko'ryapsiz, fa'ala bobi yonidan ta degan qo'shimcha qo'shilyapti. Va shu orqali ma'no hosil bo'lyapti, ya'ni biron narsa qilyapsan degan. Ikkilik ham shunga o'xshagan. Endi biling, bu yerda muzakkar haqida gap ketyapti. Sen deganda Ahmadga aytamiz, Fotimaga, Zaynabga emas. Ikkilikda esa ani qo'shamiz. Xuddi mana taf'alu turaveradi, oxiriga anisini qo'shib qo'yamiz. Taf'alani. Demak, antuma taf'alani, antuma taftahani al-baba. Sizlar ikkingiz eshikni ochyapsizlar. Antuma tal'abanil kurata. Sizlar ikkingiz to'p o'ynayapsizlar. Antuma tazhabani ilal madrasa. Sizlar ikkingiz maktabga ketyapsizlar. Mana shunaqa bo'ladi. Ko'plikda esa una qo'shiladi oxiriga, ya'ni taf'aluni oxiriga una qo'shsak, biz ko'plikka o'tkazamiz. Ya'ni una o'zi bu ko'plikning qo'shimchasi. Ya'ni muallimun birlik, muallimuna ko'plik. O'sha ismlarda ham bor hattoki, ya'ni o'sha otlarda ham borda. Va fe'llarda ham bu qo'shiladi. Una ko'plikning qo'shimchasi, ani esa ikkilikning qo'shimchasi. Antum taftahuna al-baba. Sizlar eshikni ochyapsizlar. Faqat bilib qo'ying, bu muzakkarga. Antum tal'abuna al-kurata. Sizlar to'p o'ynayapsizlar. Antum tadhhabuna ila al-madrasa. Sizlar maktabga ketyapsizlar. Umumiy strukturasini ko'radigan bo'lsak, ta qo'shiladi birlikda va bu oxirigacha saqlanib qoladi. Ta oxirigacha turibdi. Va ikkilikda ani qo'shiladi, ko'plikda una qo'shiladi. Bu uning xulosasi. Jumlalarga to'xtaladigan bo'lsak, yangi jumlalar. Anta taf'aluga misollar: tazhabu ila safar, safarga ketyapsan. Tasbahu fil bahr, dengizda suzyapsan. Tarkabu sayyara, mashina minyapsan. Tanzilul minas sayyara, mashinadan tushyapsan, mana chiqyapsan, tushyapsan. Endi ikkilikda tazhabani ila safar, safarga ketyapsan. Tasbahani fil bahr. Mana shu yuqorida aytgan tarjimalarimni hammasini ikkilikda tarjima qilasiz xolos. Bu katta yangilik yo'q. Ko'plikda ham shu. Sizlar safarga ketyapsizlar, tazhabuna, sizlar suzyapsizlar, tasbahuna, sizlar chiqyapsizlar, tarkabuna, sizlar tushyapsizlar, tanziluna bo'ladi. Va sizga vazifa mana bu zaro'a, fataha, alima, najahalarini mana shu vaznda tuslab berishingiz kerak. Ya'ni tazra'u, tazra'ani, tazra'una kabida o'z uchtasida tushlaysiz xolos. Anta, anti, anta, antum, antunda. Hop, bu yerda esa mana shu munosib olmoshlarga qavsni ichidagi so'zlarni to'g'ri holatda tuslab qo'yasiz va tarjimasini yoniga yozasiz. Va doimgidek bizda o'zbekchadan arabchaga gaplarimiz bor. Ya'ni sen tog'ga ketyapsan, siz ikkingiz biror narsa qilyapsizlar, ya'ni pul to'playapmoqdasizlar. Mana shularni endi arabchaga tarjima qilishimiz kerak va uni ostida esa arabchadan o'zbekchaga tarjima qilishimiz kerak. Ya'ni hadhihi shajaratun kabira, an-nahru jamil, zalikal jabalu 'alin jiddan,
fil hadiqati zuhur. Bularni ham tarjima qilasiz. Bizda hivor bor. Ya'ni ayna taqdi otlatak. Ta'tilingni qayerda o'tkazasan degani. Taqdi. Endi mana bu fe'llar nimaga taqdiyu bo'lmayapti desak, bu noqis fe'llar bo'ladi, sahih emas, to'g'ri fe'llar va noto'g'ri fe'llar bo'ladi. Biz bularni navbatdagi bosqichlarimizda o'rganamiz. Bularni endi hozir muhimi ta bilan boshlanyapti. Mana shu holatda qabul qilib, yodlab turaverar ekanmiz. Aqdil atlata fil jibal. Men ta'tilni tog'larda o'tkazyapman. Va hal tasbahu fil bahr. Dengizda suzyapsanmi? Na'am, ha. Asbahu fil ma'i sofi. Tiniq suvda cho'milyapman, deyapti. Va madha taf'alu fil madina? Shaharda nima qilasan? Ahjizu fil funduq. Mehmonxonada joy band qilaman. Hajaza degani joy band qilmoq degani. Va azurul ma'alima siyahiyya. Va sayohat, diqqatga sazovor joylar degani. Ma'alim siyahiyya turistik. Ya'ni turistik diqqatga sazovor joylarni ziyorat qilaman. Va kayfa yakunu safar? Safar qanday bo'ladi desa, yakunu safar murihan. Safar qulay, maroqli bo'ladi degani. Va doimgidek oxirida bir matn bor. Bularni o'zingiz ko'rib tarjimasini qilasiz, so'zlarni yodlaysiz. Bu so'zlar juda muhim.